25 ming dollarga skvoznak 2 xonali kvartira verandasi mavjud 3 xonaga aylantirsangiz bo'ladi. Manzil esa siz yaxshi ko'rgan Frunze massiv shundaqina Begim marketi orqasida joylashgan 4 qavatli uylarning 4-qavatida skvoznak 3 xonaga o'zgartirsangiz bo'ladigan 2 xonali kvartira holatlarini ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda bu xonasiga mana bo'ylar qilingan. Ro'parasida veranda joylashgan, oshxonani ko'chirib 3 xonaga o'zgartirsangiz bo'ladi. Verandani romi taxta rom ekan, agar akfaga o'zgartirib olaman desangiz ham usta haqqisi bilan 1,5 million so'm ketadi, xolos. Hop, bu tomondan mana oshxona ko'rish mumkin. Romlar, akfa romlarda gaz plitalari qoldiriladi. Bu tomon esa ikkinchi xonasi, skvoznak holatda ko'rish mumkin. Mana romlar, akfa romlarda kosmetika chiroyli qo'yilgan. Lokatsiya juda ham yaxshi. Xo'p, bu tomon tashqaridan kirish qismi va bu tomonda umumiy sanuzel, ariston o'rnatilgan holatlari o'rta holatda. Do'stlar, tashqarida o'zini mashina qo'yishga joylari mavjud. 100 metr yursangiz o'zi katta yo'lda bo'yiga chiqasiz. 4-maktab. Lokatsiya juda ham yaxshi joyda joylashgan. Narxi esa aytganimizdek 25 ming dollar. Albatta, kami ham bor. Qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizdan uy xarid qilgan mijozlarimiz uchun mutlaqo bepulga egasini o'zi bilan savdolashib, xizmat haqqi olinmaydi sizlardan. Uy ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bizga obuna bo'linglar. Sizlarga bundan ham zo'rlarini eshitib davom etamiz.